Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari va tumanimiz mehmonlari. Joriy yilning 20-may kunidan boshlab yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirlarga start berildi. Ushbu tadbirlar quyidagi yo'nalishni qamrab olishi rejalashtirildi. Birinchidan, bozor va yirik savdo majmualari, o'ta muhim, toifalangan va iqtisodiyot obyektlari, yonish, portlash xavfi yuqori obyektlar, shuningdek, odamlar ko'p yig'iladigan maskanlarda yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishi ta'minlash. Ikkinchidan, yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar hamda boshqa dam olish, sog'lomlashtirish maskanlarida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshirish. Uchinchidan, o'rmon fondi obyektlarini yong'indan qo'riqlash. To'rtinchidan, uy-joy fondi obyektlarining yong'in xavfsizligini ta'minlash. Yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish orqali ushbu muhim tadbirda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Zero yong'in tasodif emas. Shuningdek, fuqarolarimizdan shuni ham so'rab qolamizki, yozgi dam olish mavsumida, cho'milish mavsumi davomida xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilishingiz, shuningdek, taqiqlangan joylarga cho'milish o'zingiz va o'z yaqinlaringiz, ayniqsa yosh farzandlaringizni hayoti va sog'ligiga ziyon yetkazishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, ushbu berilgan tavsiyalar va qonun bilan